Bemorimiz Tojikiston Respublikasidan. Tashxisi bo'yin umurtqasi xondrozi S5, S6 umurtqalarni dischurasi. Bemorda ikkala qo'llar, oyoqlarda uyushish, kuchsizliklar bor. Bemor uzoq yura olmaydi. Bugun bemorimizga 5-6 bo'yin umurtqani total disk ektomiyasi va kej yordamida old korporativ qilish operatsiyasi o'tkazildi. Прямой проекциясы, боковой проекциясы. Mana bu qarasangiz, juda katta grija. Bosib turibdi. Bemorning ikkala qo'l oyog'ida kuchsizliklar bor. Bemor 1979-yil. Xudosi. Necha soat bo'ldi mamlakat operatsiya? 1,5 soat.